Ertaga kiberxavfsizlik buni aniqlaganda o'sha saytning egasi javob beradi. Sani sayting orqali qilinyapti deydi. Saytingiz bo'ladigan bo'lsa yoki yaratayotgan bo'lsangiz, uni zashitasiga alohida ahamiyat bering. Chunki saytda javobgarligi uni yaratib bergan dasturchilarda emas, sizni bo'yningizda bo'ladi. Hozirgi kunga kelib dunyo bo'ylab har kuni saytlarga millionlab brute force ataka bo'ladi. Asosan Xitoy va Hindistondan. Ularni o'sha saytlarga vzlom qilib ichiga kirishdan maqsadi o'sha saytlarni o'chirib tashlash emas, yo'q. Asosiy maqsadi ularni pul qilish. Misol uchun saytingizga buzib kiradigan bo'lsa, uni o'chirib tashlamaydi-da. Saytingizga tegmagan holda uni ichida mumkin emas o'sha zapreshенный bo'lgan narsalarni stransiyasini ochadi. Kazino stavka, tam 18+ materiallar, spamga даже ishlatishi mumkin, har xil virus skriptlar qo'yishi mumkin, tam yana nima, MEV, SOL, kriptovalyutalar oldi sotishga ishlatishi mumkin. Bular hammasi zapreshенный temalar. Biz kirib olgandan keyin sizni saytingizni xuddi parazitlarga o'xshab o'zini maqsadida ishlatadi. Ularga aytganimdek saytingiz buzilishi qiziq emas, naborot, saytingiz ishlab turishi kerak. Eng qizig'i aytganimdek saytingiz ishlab turaveradi. Kirib ishlayapti, okey. Saytingizni buzib kirganini siz даже vizualni ham bila olmaysiz. Ertaga kiberxavfsizlik buni aniqlaganda o'sha saytning egasi javob beradi. Sani sayting orqali qilinyapti deydi. Buni shtrafi katta, даже jinoiy javobgarligi ham bor bunga. Men bu bilan sizni qo'rqitmoqchi emasman, prosta ogohlantiryapman, bilib qo'ying deyapman. Ertaga yo joydan sizga muammo bo'lmasligi uchun. Aytgancha, men yaratgan saytlarda 5 ta etapli zashita turadi. Ularni buzib kirish shansi 0 ga teng.